Julietta do'ppisini o'zingiz yasashni xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ham ko'ring. Deya olmayman, chunki videoda yasalish ko'rsatilmagan. Lekin rezultati qanaqa chiqqanini ko'rishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ham ko'ring. O'zimga kerakli toshlarni oldimga yig'ib oldim. Klientimizning shokoladalari uzun bo'lishini xohlaganlar uchun men 2 bochka xrustanlik oldim. Xurrem simimizni aylanasini 55 cm qilib o'lchab oldim. Tepa qismini ham videoda ko'rganinglardek 6 ta qismga bo'lib bir-biriga qattiq. Ko'pchilik qo'lligida qilishadi, lekin men har doim manekenga o'lchab qilaman, chunki boshda qolibdek qotib chiroyli turadi. Sim bilan yaxshilab qotirib olganimdan keyin uni ustiga setka bilan qopladim, chunki toshlarimizni yopishtirib chiqish uchun. Ko'rib turganinglardek xuddi shunaqa ko'rinishga keldi. Keyin uni toshlarini har bittasini bittalab yopishtirib chiqaringlar. Qanaqa asal bo'lib yonib, chiqdi. Zakasini bitdi deb xursand bo'lib ketgan edim. Qarasam shokoladalarni qachon qilasan mani deb turgan ekan. Kelinglar, men sizlarga fokus ko'rsataman. Ko'zinglarni ochib kelinglar. Qaranglar, qanaqa asal chiqdi rezultati. Ko'rib o'zinglar baho bering. Hali qo'llariga olmagan klientimga ham judayam yoqdi. Shuncha mehnatga bittagina like bosib keling. Bunaqangi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling.